Eng arzon Vodiy kanalimizda arzon narxda Dongfeng Ailus avtomashinamiz keldi. 2023-yil crossover gibrid mashinamiz tashkil qiluvchi zo'r holatda ekan. Rangi qora, texpasportga qora yozilgan ekan, lekin tomni siniga totib ketadigan rang ekan. To'rtta bolalar zo'r holatda, podnoshkalar bor, 5 ko'cha displey, slipoy zona 360, tonirovka ruxsatlarigacha bor. 2023-yil 59 ming probekdan salon uslari zo'r holatda ekan. Qo'pol qilayotgan bitta trekker narxiga beryaptilar egalari. Kojini chexollar, evkor ko'rilari. Salon uslarini ko'rish mumkin. Panorama lyuklari, orqa o'rindiqlari ham zo'r holatda, urinib ham ketmagan. Egalar o'zlari minib yurgan mashinalar kuzovda qilgan silgan nuqson joyini ham ko'rmadim, balonlari ham zo'r holatda. Kraskalari ham top-toza ekan, o'zingiz uchun ham ko'rib tekshirib keyin atarsi pulini berasizlar. Tonirovkalargacha bu tayyor gibrid bu, 1.5 turbina, kam rasxod bo'ladi. Mashinam tashkil shu zo'r holatda. O'zingiz uchun ham ko'rsatib bir qator keyin atarsi pulini berasizlar. Bu mashinamizga endi daveriy fond xohlagan hujjat bo'ladi. Narxi zo'r narx bo'ldi. $17,700 ga berib yuboramiz. Ma'lumotchi mashina